Özünüzni qancha ching boshqara olsangiz, shuncha esil yashaysiz. Manba Bilval Salindin. Nurg'un kishilar meni cho'ng bo'lmagan deyishidi. Men gangrab qoldim. Zada qandaq bo'lganda cho'ng bo'lgan bo'ladi? Cho'ng bo'lish odamning aqli to'van darajadan yuqori darajaga o'zliksiz taraqqiy qilish jarayonidir. Undaqda bir odamning pishib yetilganligiga qandaq baho beramiz? Buning ichida eng muhim bo'lgani o'zini tizginlash. O'zini tizginlash hayotdagi masalalarni hal qilishdagi eng asosli qurol. Bu yana hayotlikdagi azoblarni tugatishdagi eng muhim usul. Bu so'zni qilgan odam amerikalik Scott Peck. U psixika ilmidagi danglik shaxs. U bu davrdagi eng qaltis psixik doktori deb nom olgan. Peck burun mundaq degan: hayotlik o'zliksiz masalalarga yuzlanish va hal qilish jarayoni. Masalalarni hal qilish uchun tirishsaq, bizning aqlimiz bargan sir yetilib bordi. Masalalarni hal qilishdagi muhim nuqta bo'lsa, o'zini tizginlashda. Biz o'zimizni tizginlash orqali o'zimizni aktiv pozitsiya bilan azoblarga bardoshlik berishga, masalalarni hal qilishga undaymiz. Masalalardan o'zimizni qochirishga emas. Shundala biz bu jarayonda to'xtamay cho'ng bo'la olamiz, aqlimiz bargan sir yetiladi, biz qaltis va chiroyli yashay olamiz. Mana bu biz doim deydigan o'zimizni qancha qattiq tizginlaganda shuncha qaltis yashash. Undaqda qandaq bo'lganda o'zimizni tizginlayolgan odam bo'lamiz? Peck o'zining oz sondagi kishilar mangdigan yo'l degan kitobida buningga javob bergan. Birinchi, o'zini tizginlayoladigan odamlar qanoat tuyg'usini kechiktirishni biladi. Yozuvchi mundaq deydi: qanoat tuyg'usini kechiktirish vaqtincha rohatni qo'g'lashmaslik, oldi bilan jafo tortib, ondan rohatini ko'rish, hayotning xo'shallik va azoblarining tartibini qaytadan tangshash, oldi bilan masalalarga yuzlanish va jafoni his qilish, ondan masalalarni hal qilish va texmi cho'ng xo'shallikdan huzurlanish. Agar tort yeyishni o'rganganda biroqli qaymoqini yeb olmay, oldi bilan bolkisini yeb, ondan qaymoqini yesak, texmi tatliq ta'mdan huzurlana olamiz. Agar biz qanoat tuyg'usini kechiktira olmay, o'zini tizginlay olmaydigan odam bo'lib qolsak, undaqda hayotimiz uzun mezgillik qalaymiqanchilik va avorchiliklarga to'lishi mumkin. Bizning hayotimizmi bargan siri to'van darajaga qarab yuzlanishi mumkin. Xizmat va turmushda o'zini tizginlayoladigan odam qanday qiladi? O'zini tizginlayoladigan xizmatchi oldi bilan qiyin masalalarni hal qiladi, chunki ularning qo'g'lishidigini boshqa vaqtlarni nisbatan yengil o'tkazishdek kechikib qanoatlanish tuyg'usi. O'zini tizginlayoladigan odam o'zining orom vaqtini muvofiq o'rinlashtirdi. Yemak-ichmak va tanharakat vaqtini muvofiq o'rinlashtirdi. Hargizmi vaqtliq nafsining kayniga kirmaydi. Chunki ularning qo'g'lishidigini salomatligi nihoyatda yaxshi bo'lishdek qanoat tuyg'usi. Undaqda zodi qanday qilganda o'zining qanoat tuyg'usini kechiktirgili bo'ladi? Yozuvchi mundaq deydi: o'zining qimmatini e'tirof qilish o'zini tizginlashning asosi. Ya'ni biz o'zimizni haqiqiy yaxshi ko'rganda, oldi bilan o'zimizning qimmati bor kishi ekanligimizni his qila olganda, ondan o'zimizning vaqtining qanchalik qimmatli ekanligini tushuna olamiz. Buncha qimmatli vaqtdan albatta yaxshi foydalanishimiz kerak. Ikkinchi, o'zini tizginlayoladigan kishi ustiga elishga tegishlik mas'uliyatni cho'qim ustiga oladi. O'zini tizginlay olmaydigan kishi ikki xil bo'ladi. Biri
o'ziga mansub bo'lmagan mas'uliyatni zo'rlab tangdi, yana biri aslida o'ziga tegishli bo'lgan mas'uliyatdan qochadi. Oldinqisi hamisha o'zi tortayotgan azoblarni shundoq bo'lishga tegishli deb biladi hamda cheksiz o'zini tanqid qilish va ayblash tuyg'usida yashaydi. Keyingisi hamisha xatolikni boshqalarga tangidi, joyillik bilan bu masalalar men bilan munosabatsiz deb biladi. Ularning o'rtaqligi o'zining kuchidan voz kechadi. Bir quramiga yetgan odam bo'lish sifati bilan o'zida bo'lishga tegishli tanlash va qaror qilish fursatidan voz kechadi. Hamisha o'zini elib qochishni o'ylashadi. Masalan, samirib ketgan kishilar davomliq hammasi mening xatoliqim, ig'izimni boshqara olmagandikin deb o'ylaydi. U garchi mas'uliyatni o'z ustiga olgan bo'lsa-mu, lekin o'zining hozirgi holatini o'zgartiradigan kuchi borligiga sal qaraydi. To'xtamay semeni qo'shib ishlaydigan kishilar mas'uliyatni xo'jayinning besimi va ekspluatatsiyasiga ortib qo'ydi. Lekin ular o'zining vaqtni qanday o'rinlashtirish va foydalanishni qaror qilish huquqi borligini, o'zining bir narsalarga erishish uchun semeni qo'shib ishlashni tanlaganligiga sal qaraydi. Hamma odamda degidak o'xshamagan darajadagi bundaq kasal bor. Cho'ng bo'lish qarmoqqa ba'zi ig'ir masalalardan derak beradi. Bu qarmoqqa nihoyatda azobliqdek bilinadi. Lekin balkim biz bu xil azobni yengib, tanlashga jur'at qilib, bu xil tanlashga mas'ul bo'lalig'imizdala ondan erkin va qaltis yashay oladigan odamlardan bo'ladiganimiz. 3. O'zini tizginlay oladigan kishilar amaliyotga sodiq bo'la oladi. O'zini tizginlay olmaydigan kishilar hamisha balalik vaqtidagi dunyoni tonish, dunyoga inkos bildirishdagi usullarni shu peti cho'ng bo'lgandagi muhitga yo'tkab kirdi. Gerçi bu usullar yangi muhitga allaqachon mos kelmasimi. Masalan, kichik vaqtimizda biz ota-onamizga erkalashni, oiladagilarga o'tulli kayfiyatimizni ifodalashni odat qilamiz. Ochiqlansaqmi, g'azablansakmi, o'tulli ularga aytamiz. Lekin cho'ng bo'lgandan keyin xizmat muhitida bu xil xohlagancha kayfiyatimizni ifodalash usuli aniqli mos kelmaydi. Bu vaqtda biz amaliyotga uyg'un bo'lib, o'zimizni tizginlash orqali bu xil kayfiyatlarga chek qo'yishimiz kerak. Kishilar hamisha tilga oladigan o'ttir yosh kirzisimi amaliyotga sodiq bo'lolmaganlik sababidan allaqachon o'tib ketgan vaqtni e'tirof qilolmay, psixika va ruhiy jihatda kirzis paydo bo'lib qolishdir. Undaqda biz qanday qilishimiz kerak? Javobi voz kechish. Faqat kona, vaqti o'tgan ideya va odatlardan voz kechgandilar hamda yangi ideya va ko'z qarashlarni qabul qilgandilar o'zini tizginlash jarayoni, o'zini taraqqiy qildirish, o'zini mukammallashtirish jarayonidir. Biz o'zimizning mangu sog'lom turmaydiganligimizni qabul qila olgandilar. Balkim bizning aqlimiz texmi sog'lom bo'lishi mumkin. O'zimizning kundan kunga qerib boradigan amaliyatini e'tirof qila olganimizdilar. Balkim biz borgan sir yashirib boradigan qalbga ega bo'la olishimiz mumkin. 4. O'zini tizginlay oladigan kishilar o'zini tizginlashning muvofiq bo'lishi kerakligini biladi. Siz mas'uliyatni o'z ustingizga olishingiz kerak. Hamda siz o'z ustingizga olishga tegishli bo'lmagan mas'uliyatni rad qilishni bilishingiz kerak. Siz qanoat tuyg'usini kechiktirishni bilishingiz, oldi bilan jafo tortib, ondan halovat ko'rishni bilishingiz kerak. Nazaringizni yiroqqa tikishni hamda shuning bilan bir vaqtda amalning barcha hozirgi turmushingizni yaxshi o'tkazishni bilishingiz kerak. Hayotlikdagi xo'shalliklarni azoblardan ko'proq qilishni bilishingiz kerak. Xuddi yozuvchi aytgandek, o'zini tizginlash bir turlik jafoliq va murakkab vazifa. Buningga yetarlik jur'at va hukm qilish iqtidori ketadi.
Şunlaşqı biz to'xtamay o'zimizni tizginlashni o'rganamiz. Bu bizning qalbimizning azobga bardoshlik berish va masalalarni hal qilish iqtidorini kuchaytiradi. Bizni barg'ansir mukammal qiladi. Masalan, bolalarning nazarida nayt qiyin bir ish cho'nglarning oldiga kelganda nayt oson hal bo'lib ketadi. Bu vaqtdagi azobni azob degili bo'lmaydi. Her birimizden qanoat tuyg'usini kechiktirishni biladigan, mas'uliyat va qiyinchiliklarga yuzlanmaydigan, tanlashda amaliyotga sodiq bo'lgan, o'zimizni muvofiq tizginlashni biladigan odam bo'la olishimizni umid qilaman. O'zingizni qancha ching boshqara olsangiz, shuncha qaltis yashaysiz. O'zingizni qancha ching boshqara olsangiz, shuncha erkin bo'la olasiz. Hamon bir kuni siz bu so'zning ma'nosini cho'nqur tushunib qolasiz.